Hammaga assalomu alaykum azizlar va nihoyat men o'zbek tilida video olishga qaror qildim. O'zbekcha kontent qilishga qaror qildim. Bugundan boshlab men o'zbek tilida ham videolar qilishni boshlayman. Ko'proq o'zimizning ona tilda, допустим, tanishadigan bo'lsak, mening ismim Ali, yoshim 26 da, men Sankt-Peterburgda 2017-yildan beri yashayman. Bugungi sanani aytib o'taymi sizlarga. 5-noyabr 25-yil. Вот. O'shancha vaqtdan beri 2022-yilda bir marta O'zbekistonga borib keldim. Вот, bir oyga. Вот. O'zim hayotimni videoga olmoqchiman, nima qilaman, qayerda ishlayman, nimalarga qiziqaman. O'ylaymanki, как istoriya, o'zimning istoriyamni shu o'zbek tilida YouTube'da mana shunday qoldirib ketmoqchiman. O'ylaymanki, menga o'xshagan odamlar ham bor, insonlar bor. Masalan, qanaqadir qiyinchiliklar ko'rgan, qanaqadir bir nimalarga erishgan, shular bilan o'zimning hayotimni ulashmoqchiman va может ularda ham shunaqa bir hodisalar bo'lgandir, может ularga ham nimadir bir tomonlama yordam bergan, может o'zini meni hayotimda ko'rishi mumkin, qiziq bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning uchun video olishga qaror qildim. Tak, atak o'zi rus tilida video olardim. Rus tilida kontent qilardim. Hali ham qilaman, rus tilida ham hali ham video olaman. Lekin yana mana shu yaqindan boshlab o'zbek tilida ham kontent qilishga qaror qildim. O'ylaymanki, sizlarga qiziq bo'ladi deb. Вот. Bu birinchi video kanalda. Просто videoni ko'p masalan o'rganib chiqdim, qanday olish kerak, qanaqa qilib, nima tuda-suda, оборудование. Hozir men просто iPhone 12 da video olyapman. Ko'p o'rgandim, bir nima video kamera olish tudasida ko'p vaqt ketib qolar ekan. Haligi nima edi? Ideal moment kutgandan ko'ra, просто hozir qo'lingda bor narsa bilan все, что возможно, yana uzr, haligi gapimning orasida bir ikkita ruscha so'zlar ketib qolsa, yana haligi kommentariya bo'ladimi yo'q bu videoga, birinchi video. Вот. A tak shunaqa gaplar. Videoni ko'rib, like bosib qo'yinglar. Katta rahmat deb qolaman. Всем приятного просмотра. Дальше больше. Просто будем снимать, просто будем делать. Вот. Ishlayman, men ofitsiant bo'lib ishlayman. Hali uni ham отдельно videosini qo'yaman. Kecha video olgan edim. И свободный vaqtda, haligi bo'sh vaqtda uyda yana mana bu narsa bilan shug'ullanadi. Trading bilan. Вот, shu kompyuterda hozir mana Bitcoin'ni ko'rib turibsizlar. Prям 100 mingga tushib qoldi. Вот, mana shu paytda agar zakupka qilsa juda ham o'ylaymanki yaxshi moment. Вот, treyderlik bilan ham qiziqaman. Haligi ofitsiantlik ishidan haligi chiqib ketib, endi mana shu rынок bozor bilan dalish hayot kechirish, shunaqa niyatlar bor. Niyatlar katta juda ham. Oldimga qo'yilgan maqsadlar katta. Hozir bular aytib o'tmayman, chunki nima edi? Ko'p gapirgandan ko'ra, ko'p lучше rezultatni ko'rsatgan yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu videoni olishga qaror qildim shu bugundan boshlab. Sizlarni podpishkalaringizni kutib qolaman. O'ylaymanki, у меня, у вас, у всех все получится. Вот. Всем приятного просмотра. А мы будем дальше снимать. Так, hozir чуть-чуть ishxonada reportaj olib boramiz. Men gruzinskiy restoranda Sankt-Peterburgda ofitsiant bo'lib ishlayman hozircha. Вот. Такой обстановочка у нас. И boya aytganimdek, o'zbek tilida haligi kontent qilishga qaror qildim. Поддержка qilinglar, ko'ramiz, может o'xshab ketar. Bu bizda корейский oshna. Это видеоблог, да. Zalga boradi, meni ham motivatsiya beradi zalga boramiz deb.
lekin hech o'xshamayapti. Хорош, брат, ты Халк просто. Вот. Bu bilan ishlaymiz, yana keyin bitta tojikistonlik aka bor, o'rtog'imda desam bo'ladi. U bilan ishlaymiz. Вот, короче, 3 xil natsiya: o'zbek, tojik и как его? Koreys. Gruzинskiy restoranda eng qizig'i. Вот, shunaqa ishlaymiz. Mana shu ishxonam. Вот так вот. Покажу вам обзорчик. Shunaqa gaplar. Podpishkalarni kutib qolaman azizlar. Постоянно video olishga harakat qilaman. To'g'ri montaj unaqa wow, krutoy montaj bo'lmasa ham, хотя бы haftada bir marta o'zbek tilida, ona tilida bitta video qilishga harakat qilaman. Вот. А так, ishxona bilan salgina tanishdik. Поехали дальше. Так, soat 8 bo'lyapti. Ko'ryaptimi yo'qmi? Bugun dastlashni ko'p bo'ldi odam. Oyoqlar вообще og'riyapti. Ish вообще zo'r ketyapti, borobash. Oyoq og'rigi ichida bo'lmadi. Где-то mana shu soat 11 da boshlangan bo'lsa ish. 11 dan 8 gacha tikka oyoq bir marta o'tirib ovqatlandim. Короче, har kuni mana shu holat. Har kuni hozir tipa праздничный dni, haligi bayram kunlari Sankt-Peterburgda вообще qonatib o'ryapti, shunaqa bo'lyapti. Lekin nima deydi? Allohdan sabr so'rab, ishni ko'rib, nasib inshaalloh uy-joy qilish niyat bo'lgan. Shunga harakat qilyapman. Oilam bilan, ukalarim bilan. Вот. Shunaqa yangiliklar. Bu kanalda o'zimiz hayotimni, masalan, musofir bolani hayoti, qanaqa qilib yashayapti, qanaqa qilib kun kechiryapti, qayerda ishlaydi, mana shu narsalarni yozib borishga qaror qildim. Вот. Shunaqa gap. Past-pastda qilyapsizlar. Birgalikda shu menga o'xshagan bo'lsa shunaqa qiynalgan bolalar bor, musofir bolalar ko'p bilaman o'zim ham. Birgalikda shu nima deydi? Haligi bitta indiyskiy kino ham bor. Kambag'allikdan boylikkacha qanaqadir bitta kino bor. Shunaqa put yarashamiz, shunaqa yo'l, shu yo'lda kesib o'tamiz sizlar bilan. Podpishka hammani podpishka qilgani uchun rahmat deb qolaman. Haligi ko'p rus tilida gapirganda o'zbekchani salsadi, masalan, chalkashib ketaman yoki ruscha so'zlar qo'shib yuboraman, aybga buyurmaysizlar deydi. Вот. Hozir men 5 minut, 10 minut haligi dam olishga chiqdim. Shunaqa gaplar. Hammaga omad. Haligi yana dalshi bu ishdan tashqari, ofitsiallik ishdan tashqari nima ish qilishimni uyga borganimda ko'rsataman. O'ylayman sizlarga qiziq bo'ladi deb. Так, Gruzинskiy restoranda mana bunaqa finkalar bo'ladi. Hozirlar bilan birgalikda. Целый mana shunaqa gaplar azizlar. Shunaqa videolardan ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Хотя бы haftada bir marta video qo'yishga harakat qilaman. Instagram bor, lekin u rus tilida. Ko'pincha rus kontentda boriladi bu yerda.
ko'ramiz, agar aktiv bo'lsa videoga podpischilar yig'ilib, haligi nima deydi, zaпрос bo'lib qolsa, Instagram ham ochaveramiz, hech nima qiyin joyi yo'q. Вот, еще zalga borib turaman. Kechadan как раз таки kecha zalga abonement oldim. Zalda ham haligi shug'ullanayotganlari, haligi shu sport bilan shug'ullanayotganimni ham videoga olib boraman. O'ylaymanki, qiziq bo'ladi. Haligi prям wow montaj qilib yoki haligi Marvel kinolariga o'xshab montaj qilib qo'ya olmayman. Обычный montaj, kerak joylarga muzika bo'ladigan bo'lsa muzika, gapirish kerak bo'lgan bo'lsa gapirish. Основной bu kanalda обычный nima desam, обычный bir odamni haligi film bor haligi. Nima deydi? Boylik, kambag'allikdan boylikkacha nima deydi? Ana shu filmga o'xshagan. Короче, shunaqa bir istoriya bo'ladi bu kanalda. Shu bir bola masalan o'zini shu orzularini amalga oshirishga harakat qilyapti. Shunaqa bir можно сказать, сериал здесь будет. Вот. Буду благодарен за любую поддержку. Kommentariyalar yozib qoldiringlar, masalan, qanaqadir fikrlar bo'lsa kimda Peterburgda masalan yana haligi qancha ishlab topish mumkin, nima, qanaqa, shu tomonlarni ham yozib borishga harakat qilaman. Videoga olib borib gapirib sizlarga demoqchiman. Вот. A tak hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Faqat gazini bosish kerak. Вот. Чтобы bir nimaga erishish uchun hayotda faqat harakatda bo'lish kerak. Faqat harakatda. Bir nimaga ishonib qolib, mana bu qoladi deb yuraversa bo'lmaydi. Duoni qilish kerak, Xudodan so'rash kerak va gazni bosish kerak. Всех обнимаю, так говорится.